Bir marta yeganini erkaklarni o'rnidan turg'izib qo'yadigan taom qaril to'yak tayyorlashni ko'rib chiqamiz. Bozorda 70 ming so'mga bir dona to'yak oldimdan piloda kestirdim. Uyga kelib yaxshilab tozalab, keraksiz joylari, mazlarini olib yaxshilab yuvdim. Izinden 120 ming so'm olgan qorindan o'rtacha kattalikda bo'lib oldim. Qorin bilan to'yakni suvga soldimda yarim soat davomida qaynatdim. Yarim soat qaynagan qorin bilan to'yakni suvdan ko'tarib oldim. Ikkinchi marta yangitdan toza suvga qo'yib yana qaynatdim yarim soat. Ikkinchi marta qaynatganimda saodat osh tuzlarini ozgina berib, qora burch bilan lavorberga ham solib berdim, yaxshi ta'm berish uchun. Ana undan keyin yarim soatni o'tirib, yana qorin bilan to'yakni suvdan suzib oldim. Ozgina salqinlatib, qorinlarni videoda ko'rsatilgan shaklda doğrab oldim. Qozonga semizcha yog'ni solib qizdirib, qorin bilan to'yaklarni bir chetdan solib qovurib boshladim. Izinden tepga qarab, qora burch, lavorberga ham saodat tuzlari solinadi. Qorin to'yak yaxshilab qovurilgandan keyin 2-3 soat davomida suv qachirib dumlash kerak bo'ladi. 3 soatdan keyin mol go'shtini yumshoq shafoq qismlarini solib bersa, dummazali bo'ladi. Mol go'shti ozgina qovurilgandan keyin piyoz, chesnok, pomidor berib yana qovuramiz. Ovqatni ta'mi ham rangi ham chiroyli bo'lishi uchun uyda domashniy tomat bo'lsa yo lecho bo'lsa solib bersak zo'r bo'ladi. Qorin to'yakka suv qachiramizda yana 1,5-2 soat dimlab tayyorlatamiz. Ovqat 100% tayyor bo'lgandan keyin shu ko'rinishga keladi. Sizlar ham uylaringizda tayyorlab ko'ringlar, hammangizga tavsiya qilaman. Saodat osh tuzlari bilan hamisha ovqatlar mazali bo'ladi.